Leksiyelerin devamı, hürmetlik vatandaş, endiki mavzudun birinci islah. 2023 yıl 7. ayının 18. günü heptiki seyşembe. Endi mana başlayıtqa vaziyetimiz geldi vatandaş. Korktu mu? Mavzumunda. Korktu mu? Korktu. Ündeş. Vay Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Shlakati Blinken'den yardım sorab 3 xil mahluqotni tizginlashni talab qildi. Yani bir qo'ydi vatandaş mavzu. Qo'rqdi mu? Qo'rqdi. Wang Yi Blinken'den Davlat Shlakati va Antony Blinken'den yardım sorab 3 xil mahluqotni tizginlashni talab qildi. Mavzuli xabar 7. ayının 17. günü Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Indoneziyaning poytaxti Jakartada o'tkazilgan Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari yig'ini mezgilida Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar ishxonasining mudiri Wang Yi. Mushad hayronman. Bu tuniga Wang Yi nima yangjechi edi bu mudir. Bugun bu yerda Wang Yi mudir debdi ya vatandaş. Çünkü bir özgürlük bacımı. İşxonasining mudiri Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shlakati va Antony Blinken bilan ko'rishdi. Bu ko'rishish bir oy ichida 2 nafar arbobning 2 qatim ko'rishganligi bo'lib hisoblanadi. Suhbat jarayonida mudir Wang Yi Jungo Kompartiya doiralari uchun eng qo'rqinchli 3 xil mahluqot, yani kulrang su kalisi. Bunu bilib olasizlar bugun juma. Yani kulrang su kalisi, qarag'az va yo'lda yetib olib sherga yo'l bermaydigan yo'lbos tin iborat 3 xil mahluqotni o'ttirg'a qo'ydi. Bunda o'ttirib qo'yish qizg'in talash tortish paydo qildi dunyoda. Wang Yi ikki tarafning, yani Amerika Jungo ikki tarafning konkret ishlardan qo'l silib, Jungo Kompartiyasining mavjud bo'lib turishiga krizis elib kelayotgan kulrang su kalisini cheklab, qarag'az krizisini to'g'ri bir taraf qilib, yo'lda yetib olgan yo'lbosni qo'g'lib o'tib, Amerika Jungo munosabatiga muqim bo'lgan shartlarni hozirlab, to'sqinliklarni tugatishni talab qildi. Demek muşlarning hammasini Amerika paydo qildi. Bularning hammasi Jungo Kompartiyasining mavjudligi tahdid paydo qildi. Shunlashqa Wang Yi talab qilib yordam so'rab Amerika davlat shlakati va Antony Blinken'dan muşlarning hammasini ba'zini qo'g'lib o'tishni, ba'zini oldin to'sishni, ba'zini cheklashni talab qildi deydi vatandash. Kulrang su kalisi İhtimallığı zor bo'lgan ta'siri ham zor bo'lgan yushurun krizisni ko'rsatdi. Bunda krizisning boshlanishi va o'zgarish mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni strategik raqobatchi deb tanib, savdo, tijorat, fan-texnika, harbiy ishlar qatorli qatlamlarda qarshilashishni qanot yaydirdi. Bu qarshilashish Jungo Kompartiyasiga nisbatan aytganda shubhasizki intayin zo'r su kalisi bo'lib hisoblanadi. Qarag'az mahluqoti odatda ehtimolligi kichik bo'lsa-mu, yuz berish ehtimolligi kichik bo'lsa-mu, lekin ta'siri intayin zo'r bo'lgan yoshirin krizis burhon edi. Bundaq krizis yuz bergan aman burunqi barliq tajribalarni ostin-ustin qilib o'tishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu yil 2. oyda yuz bergan Jungoning jasuslik shahri voqeasi tipik qarag'az voqeasi bo'lib hisoblandi. Amerika Jungo munosabati qadam-qadam yomonlashdi. Davlat shlakati va Antony Blinken Jungo ziyoratini kechiktirishga majbur bo'lgan edi bu yil 2. oyda. Yo'lda yetib olib sherga yo'l bermaydigan yo'lbos
algı ilgirlash yo'lidagi qiyinchiliklar va to'sqinliklarni ko'rsatdi. Xuddi yo'lboshqa o'xshash yo'lda to'g'ri yetib oladi. Fransiya radiosi naql bilan tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Wang Yi tilga olgan yo'lda yetib olgan yo'lbosh Amerika va Yevropa ittifoqi davlatlarining jungoga qaratgan xatardan yiroqlashtirish siyosati hamda Amerikaning davlat bexatarligini qo'g'dash sababi bilan yerim o'tkazgich, ya'ni uzak Android va uzak qatorliq texnika mahsulotlarini jungoga eksport qilishni cheklashni ko'rsatdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining hujjatlik axborotiga asoslanganda bu qatimqi suhbatda Jakarta suhbatida Wang Yining Amerikadan talab qilib o'tirib qo'ygan nuqtalari asosliga ikki nuqtaga markazlashdi. Birinchi, Tayvan masalasi. Wang Yi mundaq deydi: Amerika jungoning atalmish ichki ishlariga aralashmasligi kerak. Yani bir taraftan Wang Yi mudir Amerikaning savdo va fan texnika jihati jungoga besim salmasligini talab qildi. Shundaqla jungo qaratgan embargo siyosatini bekor qilishni talab qildi. Lekin ikki tarafning bu ikki nuqtada ixtilofi intayin zo'r. Balki Amerikaning pozitsiyasi intayin qattiq. Amerika hükümeti jungo doiralarining Tayvanga popuzda ishlatishlarini ayblab keldi. Hamda Amerika, Yaponiya, Avstraliya qatorliq ittifoqdoshlari bilan aktiv hamkorlashib, Tayvanning harbiy mudofaa kuchini kuchaytirdi. Jungo tahdidiga taqobil turdi Amerika. Yuqorqi sirlar kechiringlar. YouTuberlar mundaq ko'rsatdi. Növbəti jungoning krizisi intayin eg'ir. Hatta jungoning tashqi ishlar ministri jungoning siyosatiga qarshi chiqdi. Ve Çinganı demoqchi bo'lsa kerak. Bu yig'inga shunga mudir Wang Yi'ni avatdi. Mudir Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishganda Amerikaga yuqorqadak yalvurdi. Şinemsiz bu şu rasma vatandaşlar. Cunguluktan pozisiyasi özgürüş rasma. Ətsizlər sözləyməndə girmiş. Vədi bəməydim desəm, yəni vədi çıxıb deyikən adam. Ətiki mavzu nümə desənglə, bərdaşlıq verəlmədi, püttərəb turalmədi degenge. Bugün Wang Yi'nin Amerikaga tələb qoyğanlığını aşı maqalələ birləşdirib qarısanız boldu vatandaş. Davamlı sözləyimiz vatandaş.